Milliy Kato'ylar kanalining hurmatli tomoshabinlari, mana bugun biz o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kato'limiz haqida obzor qilamiz. Kommentariyada savol tushgan, Nijniy Garena kato'li hamda Verxniy Garena kato'lini farqini aytib o'ting. Iltimos video qilsangiz deyishgan ekan. Xudo xolasa sizlarga Nijniy Garena hamda Verxniy Garena kato'limizni farqlarini aytib o'tamiz. Verxniy Garena kato'limiz tepadan yonuvchi kato'l turiga kiradi. Ko'mirni tepasidan zapravka qilasiz, tepadan pastga qarab yonib tushadi. Nijniy Garena uni aksi, tagiga o'tin yoqib qo'yasiz, cho'g'ni ustiga ko'mir tashab qo'yasiz. O'sha tushgan sari yonaveradi, xullas. Misol pastdan yonadi. Nijniy Garena kato'limiz xuddi shu yerdan yonsa, Verxniy Garena kato'limiz tepadan pastga qarab yonib tushadi. Ikkalasi ham 40 kg, 45 kg atrofida ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab albatta, uyda tepli izolyatsiyasiga qarab 10 soatdan 24 soatgacha bemalol yon beryapti. Endi farqlari sizlarga Verxniy Garena kato'limiz ko'rib turganlaringdek, shu eshikdan ko'mir zapravka qilish uchun shu yerga ko'mir to'ldirasiz, tepadan o't yoqib qo'ysangiz, dimoxodda tepadan yonib 2 metr ilonozi bo'lib 150 kvadratliklari keyin dimoxodga chiqib ketadi. Dimoxodga chiqish joyi tepadan. Verxniy Garena kato'limizni dimoxodga chiqish joyi pastdan bo'ladi, tepalari bekik ko'rib turganlaringdek. Ko'mir ozayib qolsa, shu yerga tashab to'ldirib, ozayib qolsa tashab qo'yaveradi. Bu Verxniy Garena kato'limizni. Xo'p, ko'mir tugagandan keyin tagida cho'g'ini olasiz, olib turib jomga solib qo'yasiz. Ko'mirni solib turib, tepasidan yana o'sha cho'g'da tashab davom ettirib qo'yaveradi. Farqlari shunda. Verxniy Garena kato'limiz ko'mir tanlamaydi, ko'mirning maydasini ham yoqadi. Nijniy Garena kato'limiz eng kichkinasi bodamdaqa qo'limda ko'rsatib turgandek mayda yirik ko'mirga yonadi. Asosan Nijniy Garena kato'limiz yirik ko'mir uchun moslashtirilgan. Endi Nijniy Garena kato'limizga qulayliklari, misol kuzda kato'lni yoqib, kuzda kato'lni gutda shuni yoqasiz, bo'ldi, shu bilan bahor kelganda o'chirasiz. 3 kun, 4 kun yoki 1 hafta 10 kunda kulini olib achiska qilib turilaveradi. Buni shu bir sutkada bir mahal kulini olib tozalash shart. Nimaga tagida cho'g'ini olasiz, ustiga ko'mir zapravka qilinadi. Tagida cho'g' qolmasligi kerak. Nijniy Garenada tepasiga ustimiz tashalaveradi. Misol nevarangiz ham, keliningiz ham ustiga tashab turilaveradi. Farqlari shunda. Qulayliklari Nijniy Garena juda qulayroq. Endi kimga qanaqa? Ko'pchilik Verxniy Garena talab qiladi, ko'pchilik Nijniy Garena. Kimgadir yoqarli oladi-yu, xuddi shuni singari Verxniy Garena kato'llarimiz yaxshi, Nijniy Garena undan ham yaxshi. Misol qulaylik tomonlari juda zo'r. Har bitta eshiklarni ko'rib turganlaringdek, ligrovchning har bitta eshiklari ligrovka bo'ladi. O'zini maxsus azbest qoplamalari bor. Tutun, cho'g', hech narsa chiqmaydi. Kraskalari matli kraska, ko'rib turganlaringdek juda ham chiroyli, sifatlariga alohida e'tibor berilgan. Ko'rib turganlaringdek qizil bo'lib mana tovlanib beryapti. Kimga qanaqa savoli, fikri bo'lsa kommentariyada yozinglar. Bizga sizlarning kommentariyalaringiz juda ham muhim. Kato'l obzorimi, kato'llar narximi, kommentariyada savol bersalar ham, xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Mana bu yerda 150 kvadratli Verxniy Garena eshiklari suvli, vadimnoy, suv kiruvchi ketadigan kato'limiz ham bor. Bu kato'limiz 20 kg, 25 kg atrofida ko'mir oladi. Ko'mirni sifatiga qarab, uyda tepli izolyatsiyasiga qarab 10 soatdan 18 soatgacha yon beradi. O'zini shunaqa pagrushniy termostatlari bor. Aqlli. Hamma kato'limizda ventilyator komplektida termostat hamda dimoxodga ulanadigan qo'shimcha o'zini shunaqa trayniylari bor. Hozir buni sizga ko'rsatamiz. Nijniy Garenaniki olishcha qulayroq ekan, yaqinda turing. Bu shunaqa trayni qo'shib beramiz komplektiga. Ko'rib turganlaringdek, bu tomoni achiska qilish uchun bolti bo'shatiladi, pastga olinaveradi. Xolasa sizlar izlagan hamma kato'limiz bor. Mana utuplit bo'lmagani 7,5 million so'm chiqadi. Bu Verxniy Garenani utuplit bo'lmagani. Xo'p, bu Verxniy Garena kato'limizni utuplit bo'lgani kato'limizning narxi 1 million qo'shiladi, 8,5 million so'm. 7,5 millionga 8,5 million so'm. Endi Nijniy Garena kato'llarining bez apshipka holati qanaqa desalar, bez apshipka holati 8 million 300 ming so'm. Apshipka qilinsa, utuplit qilinsa 9 million 300 ming so'm, 1 million so'm qo'shiladi. Endi bu kato'limizga xo'p siz отдельный space kato'lxona qilishingiz shart, maxsus. Bu utuplit qilingan kato'llarimizga kato'lxona shart emas. Shunday kato'lni o'rnatasiz, tepasiga oddiy naves qilib qo'ysangiz ham turaveradi. Nimagaki issiqlik oshiqcha patira qilmaydi. Ko'pchilik savol beryapti. Utuplit degani nima degani o'zi? Utuplit degani, misol banka bilan, 3 litrli banka bilan termosda oladigan bo'lsa, 3 litrli banka atrofi ochiq. Dog' suvni quysangiz, qo'l kuyadi.
Termizimiz ushasiz tashqariga issiqlik chiqarmaydi. Xuddi shuni singari o'zimizning kat yo'limiz mana utuplit qilingani tashqariga issiqlikni chiqarmaydi. O'shaning uchun ochiq navesda ham turaveradi. Bunga mana shu yerda issiqlikni chiqarib turadi. Bunga kat yo'lxona bo'lishi shart. Kat yo'lxona bo'lgandan keyin utuplonni olish shart emas. Maxsus o'zlaring kat yo'lxona qilgan bo'lsangiz, utuplit bo'lishi shart emas. O'shaning singari Nijniy Garina kat yo'limiz yonida richaylari bor, tozalash uchun shiqlari to'lab tozalab turadi. Bu kat yo'limizni ko'mir zapravka qiladigan eshigi, ochiska luki, shu yerdan ochiska qilasiz kasetalarni, undan tushgan qurumlar pastga to'planib qolib, pastdan olib tashlanadi. Bu eshigi esa kulini olish uchun mana richayda shiqlari shunda ko'lanadi. Mana bu zaslonkalari bor ventilyatorda, ekonomik ravishda ventilyator o'chgandan keyin zaslonka bekitadi, kislorod kirmagandan keyin kat yo'lning ichiga kat yo'limiz yonishdan to'xtaydi. Xuddi shu eshikdan kulni 3 kun 4 kunda bir olib tursalar ham bo'laveradi. Juda ham chiroyli qilib sifatlariga alohida e'tibor berilgan. Kat yo'limizni endi artib tozalanmoqqa qilib qo'yamiz, chekkada qolibdi. Hozir bahor chang bo'lyapti, shamol. Xo'p, bu kat yo'limizni Nijniy Garina kat yo'limizni 15 kilovatligi, 20 kilovatligi hozirda bizda sotuvda nalichida tayyor holatda. 150 kvadratlik kat yo'limizni 300 kvadratligimiz hammasidan nalichida tayyor turibdi. Hozir kat yo'llarimiz naq turgan holatda, xudo xolasa zakaz berib olib ketishlaring mumkin. Bu 25 kilovatlik kat yo'limiz Nijniy Garina. Bu kat yo'limizning narxi 9.300.000 so'm 3 lista bo'lgan bez apshipka holati, utuplit qilingani 10.300.000 so'm chiqadi. 3 lista bo'lgani. Zakazga 4 lista qilib beraveramiz. Ochiq sistemalarga, yopiq sistemalarga 4 lista qilib tayyorlab berilaveradi. 4 listimizning narxiga 1 million so'm qo'shilib qoladi. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llar o'rnatish. Kimga savoli, fikri bo'lsa, qanaqa fikr bo'lsa, qiziq bo'lsa, bizni kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa sizlarga javob berishga harakat qilamiz. Bizda 20 xildan ortiq ko'mirli kat yo'llarimiz mavjud. Rossiyskiy, turetskiy, o'zimiz ishlab chiqargan milliy hammasidan bor. Endi bizni manzilni so'raganlarga, bizni manzil bu ikkinchi do'konimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq qishlog'ida, yo'lni bo'yida. 21-lokatsiyamiz 21-maktabdan o'tgandan keyin chap qo'lda yo'lni bo'yida, Zarkin tomondan tushishda. Telegramdan lokatsiya so'zini yozsalar, joyimiz lokatsiyasini beramiz. Xudo xolasa hammasini bitkazib beramiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videoga bitta like bosib, shu videoni shunaqa ko'mirli kat yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz.